Jondordan gapiramiz. Bilmaganlar uchun yangilik, bilganlar uchun yana bir bor eslatma tarzida Jondor tumanidagi Mahmud Tarobiy nomidagi yoshlar sayilgohi bilan bugun sizni tanishtirib o'tamiz. Jondor tumanida 2021-yilda vatanparvarlik bog'i tashkil etilib, unga Mahmud Tarobiy nomi berildi. Mahmud Tarobiy mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashgan haqiqiy qahramon bo'lib, xalqimiz yodida mangu yashaydigan buyuk siymodir. Bog'da turli-tuman daraxtlar, gullar bo'lib, sokin tabiat sizni o'ziga maftun aylaydi. Turli-tuman tarixiy eksponatlar tinch kunlarga erishish mashaqqatini eslatib, qalblarda shukronalik tuyg'ularini uyg'otadi. Ko'zlaringiz go'zallikdan quvnab, qalblaringiz shukronalik tuyg'ularidan taskin topadi. Bu yerda bizning milliy qahramonimiz Mahmud Tarobiyning mana shunday haykallari o'rnatilgan bo'lib, bu har bir jondorlikning qonida mana shunday mard ota-bobolarning qoni oqishini eslatib turadi. Siz ham sokin tabiat qo'ynida dam olmoqchi, tarixni eslab bugungi tinch kunlarga shukronalik aytmoqchi bo'lsangiz, albatta yoshlar bog'iga tashrif buyuring. Biz sizga qaynoq lavhalarni ulashishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'ling.